Biz baxtli bo'lamiz, Xudo xohlasa. Xudo xohlamasa. Shodiyar aka, nima bo'ldi? Uzr jo'ra, atay qilganim yo'q. Qanday atay qilmaysan? Ovozimga nima bo'ldi? Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom qizim. Yaxshimisan? Meni qizim yo'q edi-ku. Yaxshimisiz? Shu yerda Nargiz ismli qiz turadi, taniysizmi? Aka, shu padizdan chiqdingiz-ku, taniysizmi? Va gapirsangiz-ku, savol beryapman. Yo'q, tanimayman. Qalaysiz? Kechirasiz, yo'lda o'tkazib qo'ya olmaysizmi? Mayli, yuring. Voy, juda chiroyli qiz ekansiz. Qayoqdan bildingiz? Ko'zingiz ko'rku. Ovozingizdan juda chiroyli ekan. Nomeringizni bera olmaysizmi? Bo'ldi, yuring. Yetib keldik, boring. Rahmat. Nomerim bermoqchi edim-da. Nimadir qilaylik, qiynalib ketdim bu ovozda. Bitta zo'r yo'lini topdim. Qanaqa? Kattalar bilan maslahatlashdim. Ayt! Tailand senga o'z fuqaroligini berar ekan. Basharingni yirtaman hozir. Shu ovozing bilan yursang mayli. Menda bitta zo'r reja bor. Achchiqni achchiq kesadi. Shu joyiga tekkanmidi, yana xuddi shu joyiga qattiqroq teping. Men qo'lidan ushlab turaman. Bo'ldi, qattiqroq ushlang. Akangizni achchiqdan achchiq kesadi. Mana! Nima bo'ldi? Rejam o'xshadimi? Voy, bilash. Aka, bu yoqda spalniy bo'ladi, bu yoqda tualet bo'ladi, bu yoqda oshxona bo'ladi. Tushundingizmi? Bo'ldi, tushundim. Oila boshi gapirmaydimi bu oila boshi? Nima? Oshxona bo'ladi. Mendan 2 kilo ukam chirmagani bodring, pomidorlaringizga Hop, ushla. Opa, bir yaxshi aravakash topmabsiz-da. Bitta zo'r ukammi, o'sha olib chiqib beradi narsalaringiz, bo'ladimi? Voy, aravakash emas, erim bu. Uzr aka, sizga bu narsa kerak emasmi? Biron nima kerak emasmi? Assalomu alaykum. Oila boshi bo'lish qiyinmi, osonmi ko'rsatuvini davom ettiramiz. Bugungi mehmonlarimiz assalomu alaykum. Oila boshi bo'lish sizningcha osonmi, qiyinmi? Albatta qiyin, mas'uliyati juda og'ir uni. Rahmat kattakon. Sizga savolimiz. Oila boshining mas'uliyatlari qanaqa? Garang hozir aytdim sizga, oila mas'uliyati, bola chaqa, ro'zg'or, boshqasi hamma narsalar. Rahmat sizlarga, rahmat azizlar. Oila boshi sizning uyingizda kim? Shuni aniqlashtirib oling. Yo. Hay 20 Yo, to'g'ri kelmaydi. Bir narsa deysiz ha? Berang 25. Yo, to'g'ri kelmaydi. Kelishtiring. Yo. Bera Qo'ying, hozir oling. Qo'lingiz ham qattiq ekan o'zi. Nima oldik o'zi? Xo'p aka, devoringizni qanaqa rang qilamiz? Qizil qilamiz. Qizil zo'r. Yashil qilamiz. Yashil ochadi dadasi. Stop. Shuncha payt indamay keldim. O'zimda ham fikrim bor. Qizil qilam. Bor uyga kir. Malades aka, zo'r gapirdingiz. O'zingiz fikringizga erishdingiz aka. Ayting, o'zingiz fikringiz. Qanaqa rang qilamiz? Yashil qilamiz. Nash muzika zo'rda. O'yin zo'r bo'ldi, jo'ra maza qildik. Bu xotiningga duxing berib qo'ymadingmi? Yo'q, meni duximda nima qiladi? O'zini atri bor. Atrini emas, potini berdingmi deb so'rayapti. Xotiningdan qo'rqasan, yo'qmi, shuni so'rayapmiz. Nima qo'rqaman xotinimdan? Jinnimisan? Qani isbotlachi? Telefonim mashinada qolib ketibdi. Shirdik. Hozir. Alo. Nima telefon bittada ko'tarmaysan, ha? Men telefon qilganda bittada ko'tar. Qarochi, bugun kechga men osh yegim kelyapti. Yashil sabzidan qil. Bilmayman men, tushundingmi? Bo'ldi, gapni ko'paytirma. Turishingga qaraganda kecha xotining gazing berdimi? To'g'ri, nasrinasi ham yo'q, qara buni. Yo'q, jinnimisilar? Shu ishonmay turibmiz-da. Qani bitta isbotla. Davay, qani. Kecha isbotladim-ku. Qani bitta. Ko'tarmadi. Hali telefon qilmading-ku? Alo, qayerdasan? Nima uydasan? Uyda o'tir deganmidim senga? Men kecha nima osh yashil sabzidan qilmading? Men senga yashil sabzidan qil dedim. Esimga tushib ketdi hozir. Bugun boshqatdan qilasan, yashil sabzidan qil. Tushundingmi? Qo'rqmayman sendan. Tushunayapsanmi? Qo'rqmayman men.
Yo'q, bankka borib kelaylik. Bankka nima qilasan? Akam Moskvada pul jo'natish kerak. Shu sig'dayni bankka boramiz. Undan ko'ra tezda ilovasidan tashlasin. Eng yuqori kurslarda pul o'tkazma qilsa bo'ladi. Agar karta raqamingni bilmayotgan bo'lsa, telefon nomeringga tashla, sirasi pul tushadi. Ha, chotki ilova. Ikkalang ham do'ston, tushunayapsanmi? Xotindan qo'rqmaysanmi? Xotiningdan qo'rqmaysanmi deding. Qo'rqmayman deb xotinimni xafa qilib qo'ydim. Endi ajrashyapman. Ikkalang aytyapsan. Qanday biz aybdor bo'lamiz? Jinnimisan sen? Qaraysizlar. Qara, mana u yaqinda uylanganda senga bitta savol. Sen xotiningdan qo'rqasanmi yo qo'rqmaysanmi? Oilang kerak bo'lsa gapirma. Rostdan pul ehson qilasizlarmi? Ha, bizning YE tashkilotimiz. Nima u yeye? YEmi nima edi? Ha, yetimlarga yordam tashkilotimiz pullarni o'z manziliga olib boradi. Shaxsan o'zim yetimlarga ehson qilaman. Bazan xohlagan narsani olib yeb-ichmay to'layman, ehson qo'raman sizlarga. Va shunda opani aldamadik-da. Sallaytim, to'g'rimi? Ha, bo'ldi aldamadik, biroq aqlingizni saldamaymiz-da, to'g'rimi? Anta kakshni lozim qiladi. Voy, bosh og'riyapti-ku. Birovda haqqiga olingan soatimga qarasam, abit vaqti ham bo'lib qopti. Kartaga pul tushmayapti. Jackpot. Turing, sizni hayotingizni o'zgartiramiz. Kollaboratsiya qilamiz. Do'stlar, biz yordam qo'lini cho'zishda davom etyapmiz. Mana bugun oyog'i yo'q bo'lib ketgan insonga yordam berish uchun karta raqamlarini men blok devor ozroq boy odam uyini beryapti-da. O'shanga bir yonib ketgan uy topishimiz kerak a. Bolalar, adashib qoldim, mabodo yo'l ko'rsata olmaysizlarmi? O'rtoqlar, uy yonib butun oila ko'chada qolib ketgan shularga yordam qilsanglar bo'ladi. Pastda karta raqam qoldiraman, Umidjon Ishonqul. Mani emas, opani kartalari. Bolam, mani kartam yo'q. Umidjonni kesib tashinglar. Xullas, hisobga sherik bo'lmoqchi bo'lsanglar, o'rtoqlar, kartalarga pul tashinglar. Olindimi? Bo'ldi, akaga javob berib. Ha, davay, yig'ishtiringlar. Siz ham pul tashlaysiz. Hammani kartaga tashlaymiz, davay. Bizga klinikadagi eng og'ir bemorni ko'rsata olasizmi? Ozgina xayriyamiz bor edi. Birinchi marta odamlarga yaxshi ko'ryapsiz. Ular bizni yaxshi ko'radi. Ularni ishonchini oqlaymiz, sizlarni yaxshi ko'raman. Aytmodim, xabari yo'q. Mana azizlar, ko'rib turibsizlar, bemorimizning ahvoli juda og'ir. Sizning yordamingiz kerak. Mana shu yerga karta raqamlarini yozib qo'yamiz. Ismlari Umidjon Ishonqul ekan, o'zlarining kartalarini qo'ydik. Naqd pul bo'lsa ham bolaga berib qo'ysin. Biza karta qo'ysa, chet elliklar ham pul tashlab oladi, tushunyapsanmi? O'rtoqlar, yana bir bemorimizni oyoqlarini tuzatish uchun Turkiyaga olib ketyapmiz. Kim xayriya qilmoqchi bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'rsin deyman. Voy, baraka toping bolajonim. Faqat bizga xizmat haqqi bor. Opshi sommadan 20%. 20% sizlardan aylansin bolam. Yo'q, 20% sizga, qolgani bizga. Мы все дальше живем.